Sizlarga 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 296 ming probegda yurgan. Ikkinchi pozitsiya Lacetti olib qo'ydik. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 20% bor do'stlar. Siz shunaqasidan olib mining, chunki mashinamizni butunligiga, mashinamizni kraskasiga, dokumentiga xullas javob beriladi. Ko'pchilik aytadi, "Yo'q aka, bizlar ko'ryapti, arzon, qimmat qo'yapsiz" deganlar ham bo'lyapti. Bozorda analiz qilgan holatda sizlarga mashina taqdim etamiz aslida. Lekin bizdan olsalar bitta yaxshi tomoni dokumentiga 100% biz javob beramiz. Shu uchun bizda sifatli mashinalar bo'ladi do'stlar. Mashinamiz metanga va benzinga harakatlanadi. Motorini ot kuchi 1.8 do'stlar. Do'stlar, mashinamiz saloniga ahamiyat berib o'tasizlar. Mashinamiz saloniga заводской chexollari ham takoy sveji bo'lib turibdi. Rullarini ko'rsating, unaqa yedirilib, ezilib ketmagan. Заводской ikkinchi pozitsiya. Buni tushunganlar salonni ko'rib tushundi. Xullas do'stlar, bitta motorini ko'rsatib o'tamiz. Nima deyapti motori? Takoy sveji bo'lib turibdi hali. Akamiz bor. Eshak deydi-yu. Xullas mashinamiz lekin eshak emas, sabab 1.8 ot kuchiga ega bo'lgan motor deyiladi. Do'stlar, bu mashinamizning narxini sizlarga $5800 o'tib beramiz. Avtoe'londa, boshqa saytlarda ham bitta ko'rishingiz mumkin. Yaxshi mashina, lekin eslangdan chiqmasin. Yaxshi pul. Xullas do'stlar, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.